muallim boldum. Şu jarayonda men bunday kishilarning hayotini bunday ko'rib, endi bu xalqimiz mayli O'rta Osiyolik xalq bo'lsin, mayli bizning ana vatandagi xalqimiz bo'lsin, hali islom dinining bunda oila uchun qo'ygan bir nizom, qoidasi, tuzum, bunda binasi borligini bilmayotgan jihatdan. Endi qonun bo'lsa, davlatning oldiga boramiz. Qonun nimada ibodat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Din va hayot nomli suhbat programmamiz orqali sizlar bilan henüz ko'rishdik. Programmamizning navbatdagi bo'limida ustoz Muhammad Yusuf Qorim bilan o'qish bitirgandan keyingi faoliyatlar haqida suhbat olib boramiz. Shunday qilib, avvalgi bo'limda sizlarni o'qish, vatanning ichi va Misrdagi o'qish faoliyatlari ustida tanishtirib o'tdilar. Endi shu o'qish bitirib bo'lgandan keyin faoliyatlar haqida bir tushuntirib o'tgan bo'lsalar, rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain. O'qish bitirgandan keyingi mening faoliyatim asosan shu 94-yildan boshlandi. Siz nechinchi yil bitirgan bo'lgan? 93-yilda o'qish bitirdim. O'qish bitirib vatanga bordim o yili. Vatanga berib o yerdan yani ko'p turmay chiqdim. Chiqib, chunki o yerda tiz chiqishdagi gap, men oxirgi yildagi imtihondan birinchi qatim o'tolmabdi ekanman, ikkinchi qatim qaytib birishim kerak, shu an imtihonga aldirab chiqdim. Imtihonni bir qilib, undan keyin men Turkiyaga kelsam, bu Turkiyadagi Shalal şirketi deymiz endi, shu jamoatniki maktablari. Ular O'rta Osiyoga avatitgandan ketmadi. Dastlabda unga ancha qiziqmadim. Yana vatanga bir bordim. Vatanda turish umidi bilan hamdacha. Asli mening maqsadim shu chaqda Misrdagi to'plagan kitoblarimning hammani 93-yilda hammani olib bo'lgan. Vatanga olib, shu vatanda turman degan qilgan. Berib Muhammad Salih Damollan bilan kurashdim islom jamiyatida. Ashar xib qilish to'g'risida tavsiyalarni bergan bo'ldi. Onun uchun uyga bordim. Uyga borsam, uydagilarga uningga ancha qiziqib ketmaganmi siz? Asha sirtda yani texim bilim aşırıp sirtda qilganingiz yaxshi bo'ldi degandek bo'lgan bo'ldi. Shu oraliqda u yili 94-yili sal jiqroq turdim endi. Turish jarayonida bu uqularimni ta'til qo'yib bergan vaqtgan, ta'til qo'yib bergan vaqtda men mushlarga bir narsa o'gitay endi deb, shu Sayyid Sabiqning Al-Aqaid al-Islamiyya degan bir kitob bor, savol javoblar hamda bilimlarni. Shu kitobni elib beragandim. Shu kitobdan ashulaga bidin daftar tutqizib, savol javob yozg'izib, aynan 1-2 oy o'gitib, kitobning tang yerimiga kelgan. Tang yerimiga kelgandan keyin endi 8-oy bulab qoldi. Bolalarning darsini, maktab dars boshlayotgan vaqtiga oz qoldi. Mening ish qilib tezroq chiqishga to'g'ri kelib qoldim. Aynan qilib u yerim qoldi. Aşağıda o kitobni elib chiqatdim men. Chiqitib, endi yana bir ta'til kelgan vaqtida bolalarni yana kelib shunda o'qitaman deganim bilan chiqatdim, chiqsam onundan keyin bu Turkiyadan meni Qozog'istonga avatitgan bo'ldi. Qozog'istonda shu muallimlik avatitgan bo'ldi. Ma'qul deb Qozog'istonga muallim bo'lib bordim. Borgandan keyin Qozog'istonniki Almutu shahrining 60 kilometr yiroqda Isik degan yerda qishda qor yog'sa ajab qor yog'ayotgan, yozliqqa shunda yaxshi bir sizlardan boshqalama bormi ya? Men borsam ustoz Abdulahad Hafiz berib bo'libdi ekan. Men chunki men 1 yil kechikib bordim. Qolganlar hammasi 93-yili bordi jamoatdan maktablarga. Men 1 yil kechikib bordim. Chunki 1 yil tatishim, vatanni qilib qolman degan umid bilan endi qilsam, axir onunga ancha umid bo'lmadi. Uydagilar bir qiziqib ketdi. Shuning bilan maylamasa sirtni ma'lum qilsam qilay deb qildim. Shuning bilan mushu Türkiye'de nimaga berish, endi Qozog'istonga avatimiz deb yurib 2 oydan keyin rasmiyatim bo'lgan bo'ldi. 2 oyning ichida ular menga viza olgan bo'ldi, Qozog'istonning vizasini. Uni bir tayyorlik qilgan bo'ldi. Shu jarayonda men huquqlarimga endi vatanga bora olaymi, boramanmi, shu aqida kitobni tugitay endi deb, uningdan boshqa materiallardan o chaqda bitirabni turkcha o'rgangach, endi shu nimaniki Istanbulning Uskudar degan yerda ashar yetib qo'yib şada o aqida kitobni boshladim shada. Boshlab aşağıdaki İstanbul'daki bizning bu ilm ma'rifat ishlarga bunda besib taqtitgan kitob, besib taqtitgan ishlar qiziqtgan qarindoshlar uni ko'rgandan keyin men buni o'zimning huquqlarimga
ögütüş için bunda yazdım. Bunda desem sizinki vatandakilerin hemmesi sizin ufkuları, sizin ufkuları bana emas hem de öldürdükleri sizin ufkuları emas. Eğer bunu Çin ihlas bilen Allah'ın hemen faydalanın deb yazsalar, hemen okutgan kitap buldu bu da. Bana bir ruh vergen buldu da. O hamda o men bir defterimde yazıp üzerinden bilgilerini ügütey dedim. Hamda bunu kengaytaymiz dedim. Kengaytgan bazı materyallarını tavsiye kılgan buldu o qarindaşlar. Onundan başka Muhammed Gazali'nin kitaplarından, Qardavi'nin kitaplarından, başka akide kitaplarından, Muhyiddin Acuz'ninki Manahij-i Şeria İslamiye aynı kitaplarını tavsiye kıldım. Bu kitaplardan faydalanıp kengaytip yazsın dedim. Mağdam onu kengaytip yazıp qap men nima ketdim. Yazıp qap İstanbul'da ben bu Kazakistan'a gittim. Kazakistan'a berip Kazakistan'da muallimlik qilish jarayonida yani Arap tili muallim oldum. Şu jarayonda men bunday kishilarning hayotini bunday ko'rib hamda bu xalqimiz mayli O'rta Osiyolik xalq bo'lsin, mayli bizning ana vatandagi xalqimiz bo'lsin, islom dinini bunda oila uchun qo'ygan bir nizom, qoidasi, tuzum, bunda binasi borligini bilmaydigan jihatdan. Endi qonun bo'lsa davlatning oldiga boramiz, qonun nimada ibodat qilmoqchi bo'lsak Allohning oldiga boramiz, bunda tushuncha ekanda kishilardan. Shuni bilan men endi İslamdaki bu aile degan aytib muhim narsa ekan. Bu aile tuzumi to'g'risida bir narsa izlanay deb ayna izlandim. Aile tuzumi degan kitobni shu chog'da yozdim. Yozgandan meni o burun yozgan aqida kitobim chiqmay turib, men aile tuzumi degan kitob shu 96-yilda darhol chiqdi bu kitob. Nimishqa deganda Qozog'iston turib yozib o'qituvchilik qilish jarayonida buni avatdim, Istanbulga avatsam, ular bu türdeki bizning milletimizde bu türde hech qanday kitap yok. Bu şu türdeki birinci kitapken bu. Anda o'qiganda shu kitobni besish kerak deb besibdi o chog'da o addiroq bo'lgan temda o nusxasidan ba'zi yeziqchilikqa chirigan yeziqning meni aytgan kitob bo'ldi. O'zimga ishonmayman, o o'zimni bunda binas yozaman, kitap yoza olaman deb bunda tasavvur qilib o'zimni andamni o'ylamaydim. Buyuk kun bunda o'ylab boqmagan. Lekin ufqularimga menda binas yutib qoldirman deb qilsam shuni olam bu cho'ng'ib ayna qilgan. Kirganda o kitobdan besilganligi men xo'shallikdan uçqudak bo'ldim-da. Meni bir kitobdan besildi deb xo'shaldim. Xo'shalgandan uningdan texniyan tirishib islom aqidalarini yana kengaytdim. Kengaytib shuni qilsam shu chog'da men Saudiya Arabistondagi boylarimizdan birisi Qozog'istonga berib ekan 97-yil atrofida. O yerdagi ahvolni, musulmonlarning ahvolini ko'rib, bularga taqit tutganimda kitob binasi yo'qmi dedim. Men bilan kitobni tayyor qilyapman. Mushuni mishani tilga o'rib tayyor qilgan deb ko'rsatsak, aşağıdaki bir ahli ilmlarning so'di bo'lib, qanchalik ehtiyoj bor, bunda kitob bittolma yo'q bizda debdi. Darhol basayil deb aşağıda matbaaga o'zi berib, pulni berib 5000 dona bosdi u islom aqidalarini. Besib, uni shu O'rta Osiyoning Qozog'iston, Qirg'iziston, shu O'zbekiston tortib taqa bir qancha ay o'tdi, uni taqib o'tdi. Taqib o'tgandan keyin uning yerdagi jamoatchilik meni nimaga namaz to'g'risida bizga binasi yesang dedi. Shuni namaz kitobini ash jamoatning talabidan namaz kitobini yozdim. O kitobni hozirgacha 14 qatim nashr qilindi. 2 nashrisi qozoqcha bo'ldi, eng oxirgi nashr ruscha bo'ldi. Ruscha aynan o'qildi. Shu chog'da endi men bu jami ash kishilarningki taqazzosi talabiga asosan yozdim kitobimni. Uningdan aslida kunduzi shu o'qituvchilikmi axsham 3 kecha o'chadi bizni andi bola boqadigan bola bo'lmagan ekan. Hozir o'ylanmagan vaqtlar ekan. Ha, o'ylanishni oldida boshladim. Uningdan turmush shu 95-yilninki oxiri shu Qozog'istondan o'ylandim. Meni o ayolimga meni o yeziq o ishlarimga bak yordamlashgan bo'ldi. Ya'ni shu 95-yili aşağı Kazakistan'a 2. ayda beribdim. 96-yilning 5'te bu aşağıdaki Cumhuriyetlik 2 tane gezit varken biri Yeni Hayat, biri Uygur Avazı. Yeni Hayat deganimiz bizdeki vatanninki yeziqida chiqdi, Arab harfi bilan. Uygur Avazı deganimiz mana shu aşağıning Slavyan yeziqida chiqdi. İkkalasi rasmiy hukumat geziti. Şu asli eti onunki kommunizm to'g'rikan. Kommunizmni tashkil qilish uchun qilgan. 91-yil mustaqil bo'lgandan keyin uning ismini o'zgartirib, Yeni Hayatdagi Uygur Avaz deb o'zgartirdik. Shuningdek birinchi qatam ular men o'sha gezitga bordim, gezitxonga bordim, hayajonlanib ketdik, ularni xo'shlab ketdi, tunishgan shuni qilib, ular bizga ikki yozma diniy binas yozib bersangiz, bizning gezitimiz hozir yana mustaqil bo'ldik, biz kommunizm yo'q burunqidek. Gezitga binas yozsangiz biz xo'shlatdik dedi-da, o niyat yaxshi gap deb birinchi qatam Alloh taolaga iymon etish, u aqlning kamolati degan maqolamni yozdim-da.
Bu maqala aşı gazetning betde 3 bet olab diken şu çağda. Suretini bile koyğanda. Onu aşı Kırgızistan'dan aşı Abdülmecit Qaracin deydi o. Aşında meşhur alımı keyin bizning maktabga kelib, men bir kurash rahmat aytib keldik deb kurashdi, tanıştık, şunu oldu ahli ilmni tanışıp qaldık. Şu aşı gazetning birinci maqalam şu oldu. Aşı maqaladan başlap her hafta maqala yazgan boldu. Her shanba kunlikda bir chiqatdi da o. Maqala yazgandan keyin şu bugungi kungacha Qirg'izistondagi yoshlar şeyh asilenler Kazakstan'da tanımaydıganlar yok. Biz yaxshi, münasebetimiz yaxshi iş qilib. Şunu her shanba kunlikda chiqatdi. Chiqqandan keyin mening maqolalarimni o'chaqdan o turdagi maqola yozgan odam bo'lmagandan keyin endi alohida bak nochi yazib ketmasam ham din to'g'risida yozayotgan mal bir odam bo'lgandan keyin maqolani yuqori baholab $30, $40 bir maqolam aynan yozatdi-da. Yozib ayning oxirida pochtaxonadan bana shu maqolaning puli keladi. Kelgan vaqtida endi Qozog'istonning sharoitida men $300 elib muallimlik qilatdik. Bir aylık öyünün kirası $20. Bir koy $10. $50 bir ayda haylap koysak müşahit yetetti. Şunçlar yaxşı düşüyor. Yani hücada gezettin bana $80-70 kiletti her ayda. Kelgende ben hem bunu Allah razılık için kılgan işim bu, ben onu amayman da deslaptan da. Ayna endi o'qish bitirib borgandan keyin hamda boshqa unga erishga ehtiyojim bo'lganda meni maoshim bo'lgandan keyin uni shu qaynatamga endi avatib beratdim, endi ayolimga beratdim, u aydan beratdi. Keyin ashuna bo'lib keyin endi xaylatqanmi bo'ldik, endi u rozilab bergandan keyin deb shunda qilib shu 2001-yili Qozog'iston ayrılğanğa kadar aşu gazetga maqolalarim chiqibdi de, ijtimoiy va diniy deb. Keyin o maqolalarimni to'plab bir kitob qilib berdi ular. O kitob ikki qatim basildi, bir qatim Qozog'istonda o'zlari bosdi, bir qatim Istanbulda bosdik. Shunda qilib Qozog'istondagi hayotim, aşağıdagi bolalarni va odamni o'rusmi bor, uyg'ur bor, turk bor, qozoq bor, hamma millat bor. Shularni men arabcha o'rgatib tutgan muallim bo'ldim. Her yili 4-oyda Uyg'ur rayonlarga, Uyg'urlarning yerleşken maxsus ayında yazılar var. Aşağı bir balalarni qabul qilgan imtihoni bo'ladi. Aşağı balalarni imtihon etib akilatdi. Uyg'ur balalar bakrak ko'ngil biladi. Endi hozirgacha shunda nimada Facebook bunu da aşağıda munosabatimda izdish aynan qilib Antalyaga borgandan o'quvchilarni ko'rishdi. Hadi o'quvchilarni ko'rishdi. Aynan aşağı kelganlar. Demak, hozir o'quvchilar shu televiziya, radioda ishlaydigan, boshqa soat ishlaydigan bolalar chiqqan. Sizlar shu maktabdan bitkizib chiqqandan keyinki. Bir qatim bunda bir qiziqish bo'ldi. O'tgan yili men bir uyamni burunqi aşağı bir egizlik uyimiz vardı, tug'ay yerimizda. Uni ayolimninki burunqi bana öğleniştim bununki nimesinde, familiyasida ağan onu. Ağan ötken. Keyin bana öğlengendan keyin ayağının nizamida erininki familiyasini o'tgandan keyin shunda endi konu familiyada bunun pasporti yangi familiya bo'lib qoldi. Bo'lib qolganda aşağıdaki hukumatning ishiga murojaat qilg'ili aldirab kirvassam, birdan o'quvchim bor, Uyg'ur Akramda. O o'quvchim hay Yusuf hocam to'xtang deb o'qidi. Ma'qdab kurshab noqsam gapga tutib turgan. Men hukumatda ishim bor meni. Ishimni qilib kelay, uningga sen bil kurshayli, men hozir aldiraman deb noqsam. Yo'q hocam, qanday ishimiz bor? Dama bilan men qilay uni dedi. Sen qilgan ishimiz hukumatga men nishaning muavin mudiri men. Siz aldiraman, meni gapimni bir anlam. Bu yerda o'tirmaydi, choy ichib o'tiraylik biz deb o'tirib, ishxonasiga kirib o'tirib, telefon qilib chaqirib oldi. Mana bunday qilib keldi deb aşağı turib, familiyani o'zgartib berdi. O qalsa endi u chaqda ancha bak yaxshi o'qiganman, o'quvchi emasdi endi. Ammo shu endi talay endi. Shuniki haliqi hukumat idorasininki bundaq pasport stol deb qo'yamiz, shu kishilarning kimlik ishlariniki idoraninki muavin boshliq ekan shu chaqda. Shunga o'xshash endi iyadibiyatda ana uchrab qoladi endi. Ayda qilib, shunda qilib men 2001-yil şu etraflarda Saudiya Arabistonda Ciddi Radyosu'nu terakki qilish uchun, Ciddi Radyosu aslida 83-yili echilgan. Echilgan chog'da bu yerda o'qish bitgan odammi yo'q. 83-yil degan endi bizda yo'l echilgan vaqtlar. Shu chog'da ham shunda qari odamlar, o'sha tug'an odam Muhammad Amin Islomiy rahmatli, andin Muhammad Qasim Amin,
degan Sabit Damullam degandek aşı adamını akilib bu radioni başlap diken. Bu adamның anda gipinin tang yerimi Farsça, tang yerimi konu Uygurca. Nimalar bolmasa chiqib vatanda jag'dim bu radioni anglaytdim men. Va qiziqatdi xushqilib. Ayna nimalar bo'lsa ayna qilib akib dikanim. Keyin hamda bu hemşehrilarninki bulapmayadi ma o Uygurlarninki çoğunları başqa turib bu radioni biraz taraqqiy qildiraylik, yoshlashtıraylik, yoshlarni akileyli deb bizni Abdulla Hafizni, meni uning oldida Siroy Najimni, Abdulla Tajimni chaqirtgan bo'ldi. Abdulla Tajimla Siroy Najim 90-yilda tatib ishlagan bo'ldi. Biz shu 2001-dan tatib kirdik. Ayda qilib radioga kirib, radioga shu kirgan kunimdan boshlab men şu tefsirul vadih degan Mahmud Hijazininki şu tefsirini tercüm qilib şu programga berishga başlagan. Hozirgacha şu tefsirini endi sizning hozir qadar bizning Uyg'ur jamiyatiga menimcha 14-15 turlik yetdi degan kitoblar yozildi. Hozir şu qarasam kitobimning birinchisi nashr qilish e'tibori bilan, yozilish e'tibori bilan islom aqidalari birinchi, ammo nashr birinchi chiqish e'tibori bilan islomdagi oila tuzumi degan 96-yili birinchi qatim nashr qilindi. Shuningdan tortib ashuni hisoblasam, shu kitobning sonini hisoblasam, eng oxirgi mana bu islom degan kitobgacha 19 kitobam nashr qilinibdi. Buning ichida hamda ba'zisi masalan namoz kitobi deymiz, islom aqidalari deymiz, oila tuzumi deganlar hamda 10 necha qatimda nashr qilindi. Ammo u din va hayot shu dastlabda 1600 savolga javob bo'ldi, keyin 2000 savolga javob bo'ldi. Uningdan bir 4-5 qatim xalqarodagi Uyg'urlarning va vatan ichidagi Uyg'urlarning eng ko'p olqishiga erishgan kitob oxirida shu din va hayot degan bo'ldi. Ammo bu din va hayot to'g'risida bu kitob qanday chiqib qoldi desizlar-da. Bu kitob nima men bu mundaqalıqı bizden de dini her qanday bir millatninki dini kitapları balalarning saviyasiga qarab bo'lgan. Masalan, boshlang'ich saviyadagi balalarga, boshlang'ich saviyadagi yuqori saviyadagi cho'ng maktabdagi balalarga cho'ng odamlarga bundaq cho'ngroq bundaq bo'lib ketgan. Ammo bizdan de u qadar onda inchki taraqqiy qilib bo'lmaganki diniy kitoblarimizning hammasi ish qilib bundaq aralashandi. Shu men shu chaqda kichik o'smirlarga savol javoblik qilib, shundaq bir tafsil binasi 500 dona savolni yozay deb yozib o'tirib 600 ulab ketibdi bu. 600 ulab ketgandan keyin endi buni qisqartay desam hammasi yaxshi gaplar. Endi buni 1000 qilay deb o'tirib qilsam 1100 ulab ketibdi. 1100 ulab ketgandan keyin 1500 olsun deb boshlasam 1600 ulab. 1600 olgan nishat to'xtasinimisi bu. Deb 1600 chiqardıqma chiqargandan keyin bu vatandan kelgan qarindoshlar, do'stlar bu 1600 ning siri nima? Ya 1000 emas. Ya 2000 emas, 1600 da nima sir bor degan 1600 hech qanday sir yo'q. Shu hurulluq bor. Davomlashtirmagan deb 2000 qilay deb ikkinchisini 2000 qildik. Endi fursat hozir vaqt bo'lsa, Xudoyimiz 5000 qilish plan bor endi. Jiq savollar bor yana, ammo qo'limdagi tafsirni 13 yil ulabdi mana hozirgacha shu. Endi hozir shu vatan ichidagi sirtidagi qarindoshlarning hammalarininki bir umidi Muşunda 17-18-19 kitap bilen bizden hoş kılgan Ustaz Muhammed Yusuf Qarın'ın yana bu 2000 so'ldan keyingi tayyorliqlar nemeydi o? Bizga nima tayyorlayotgandi o degan bir savol hammalarning kallasiga kelyapti. Shu masalani shu hozir qaysi ishlar bilan shug'ullanyaptilar, xalqimizga nima tayyorlar? 2000 so'ldan keyin to'xtab qoldimi bu xizmat? Yaqında yana bir nashrdan chiqadigan bir materiallar bormi? Bu vaqtda tushunasizlar. Hozir endi o'sha tafsirni shu tafsir asli bu bir komitet yoki bir guruh qilgan ishkanda bu endi hozirgacha 6000 betulog'liq bu. Bu tafsirul vadihdan shunda boshlab tarjima qilishga boshladi. Bir tarafdan Abu Bakr Jabir Jazoirininki Aysir tafasir ikkisini birlashtirib, oningdan ma'nosini olib, ma'nodan ko'rsatmalari deb ashunda ikkisini birlashtirib, muvofiqlashtirib ikkisini ashunda tarjima qilib o'tirib bir tarjima ikki tafsirdan bir tafsir chiqardim hamda. O mushili 9-oyda tarjima tugadi. Tarjima tugab endi 5 dan boshlabdim. Hozir endi ish endi boshlanibdi deb o'ylayapman. Tarjima qilganlar gaplasi endi 5 dan o'qib, yana birlab ayna ko'rib, tarjimasini o'zim ayrim qilib ayna qilyapman. Xudoyim bo'lsa endi bu 1-2 yilning ichida tugasa
Neçə qismlik çıxarsanız inşallah. 6 qismlik bolsa, 6 qismlik bolsa minbətdən boltgan endi. Minbətdən boltgan. Endi 3 qismlik qilayacaq bak tomlab ketgidek. Şundan endi məşuna bunundan çıxıb bulanmay nurgun planlarımni keyniga sürüb kelyaptım. Onundan çıxıb bolsam, Xudoyim bolsa, onundan ma o Saudiya Arabistanınki Padişah Pəhdi Qur'an nəşr qilish akademiyasidan chiqqan At-Tafsirul Muyassar degan bir tafsirasida bililayman. Uni nayda tarjima qilsin boshqa tillarga degan niyat bilan yozgan tafsir. Muqaddimasida shu gaplar bor. Uni nayda bak azib qoldi menga yaxshi. Xudoyimiz meni tugitib bolsam, ani tarjima qilmoqchi. Uni tarjima qilib Tafsir Sa'di 3-cü planda o var. Onunla ma 2000 sualdan hem de 5000 sual qilish var. Onunla bu 2 tane şiir toplamam bardan da hazır meniki bu kişilerin dini ilimge kişilerin ihtiyacı bakra bo'lgandan men şiirlerimga bir ihtiyoç bo'lmagan. Uni vaqt chiqqan chaqda keyin qilamiz deb uni nashr qilmadim. Uni 7-8-10 yil bilan tayyorlab turdim. Ammo men tafsirini chiqarib olsam, uningga shu Tafsirul Muyassar, onunki Tafsiri Sa'di qatağa tizib qo'ydim. Avval 2000 sualni ana qilmoqchi. Angacha ömrimiz yassam shu ishni Allohimizning qutlasin, ilmlarga barakat bergay, xalqimizga taxam ko'p manfaatlarni berishga muyassar qilsin. Hurmatli qarindoshlar, Din va hayot nomli suhbat programmamizni bu yerda oxirlashtiramiz. Ko'ngil qo'yib Kurab bəğinin rəhmət, kilərki bölümlərdə görüş ümidi bilən hər birinlərlə xoşuşumuz, xeyir, xoş, salamat bulunlar. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.